Assalomu alaykum gentlemen. Bugungi videoligimizda copywriting o'ynaymiz. O'tgan videoning ikkinchi qismi. Kanalga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu yerda odam ko'p. O'zi biz bu yerdan qochib kir qilishga harakat qilamiz. Voy biling o'ldim. Kim tushaman o'zi boshqa joyga tushaman. Gilgamas lekin boshqa joyga o'zi o'sha yerda tushagani o'lishi mumkin. Videoda aytganimdek 10 like qilsa chiqaman degandim, lekin like bosmagan hech kim, bir donam like yo'q. Shuning uchun ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildik. Iltimos like bosib qo'yinglar. 10 likedan keyin 3-qismi ham chiqadi. Agar 120 ta bo'lsak, sefalda berka match o'ynaymiz. Ana kelishimizda ham mumkin bor ekan, mumkin. Şeyimiz yok, bunu alıp hadi krisalı kılıp turamız. O'tgan videoda krisalı qilib bitta qilib bo'yab bo'lmaganda bu videoda bor o'shga qilaman, lekin boshqa jamoalar ham kuchli jamoa emas, lekin o'yinchilar ham bitta o'tib o'ldirdi meni. Shuning uchun mana bu yerda o'tirib krisalı qilamiz. Şöyle olsa uğraş buluş mümkün. Drop bor. Burada böyle kristal qilib shuning uchun o'lmasligim uchun o'tgan videodan shunday qilgandek uzr, lekin Free Fire o'ynashdan ancha bilmayman. Shuning uchun kechirasizlar. Pikka joyga yaqin joydaman. Shuning uchun o'lmasam bo'ldi. Orqadan kelmasa bo'ldi, yaqin yondan. Hozir mana bu yerda odam tushsa o'ldirishga harakat qilaman. Shu tagida yana 10 like qilsa ukam bilan birga bir komnat o'ynayman. Ukam kuchli o'ynaydi, shuning uchun birga bir komnat o'ynaymiz. Moza qilib akonga e'tibor bermaslar. Akonga video aytgandim. Akon o'zimniki mashinagamniki ikkalamiz o'zimiz akonni. Shuning uchun emosiyasi kam, taja yo'q desam bo'ladi. 3 ta emosiya bor. Mana bu masterniki. Prakatka kunli donat qilmoqchimiz. Shuning uchun qaysi nimadan donat qilaylik, kommentarlar qoldiringlar. Yana keyingi videoda qaysi o'yinni o'ynashni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda qaysi o'yinni o'ynay, PUBG Mobile o'ynayman. PUBG Mobile muxlislari bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yib videoga like bosinglar. Sizlarga bitta lifehack. Agar qilmoqchi bo'lsalar, shu zona keladigan payti farqi yo'q, 4 ta tomondan borib, zona keladigan joyda yashirinib o'tib, odam chiqsa o'ldirishinglar kerak. Shuning uchun odam o'ladi. Zonadan kelmoqchi bo'ladi, zona kam bo'ladi, keyin paqlab o'tamiz. Biz kerak uchun o'zimiz zona kelish bilan qochib qolamiz biz. Hech kim yo'q. Odam 15 ta qopti.
o'tgan videoda 4-chi o'rinni olgandim. Bitta kill qilgandim. Otib yubordi meni, o'ldirib yubordi. Shuning uchun bo'lmasligiga qilamiz. Mana bu yerda tun sahur yana bir nimalar bor edi. Qaysi tomondan ketdi? O'zi ketamiz. Kim yo'q shekilli. O'zi ketib bu yerdan pik zonasiga boramiz. Aytgancha sizlarga bitta qiziqarli o'yin emas. Sizlar qaysi kadrda ko'p kill qilasizlar va shu yerda bo'yoq bo'lasizlar. Kommentariyga albatta yozib qoldiringlar. Biz endi bu yerdan so'ydik. Hech kim yo'q. Pastimizga aytamiz. Kim yaptı şöyle bana oyuna qilaveramiz. Ketdik endi zonasiga. Bu yerda odam bor, drop tashlagan. Bu yerni ochmaymiz, ochsak odam keladi. Mana bu toshni tashlashga kirib yashinib olamiz. Juda kerak qo'y. Zonadan tashqarida ekanmiz, hozir zona ichiga kirib olamiz. Tashqarida emas, mana bu burchaklar bilan emas, o'lib qolishi mumkin. Drop bor ekan. Dropni ochamiz. Odam 12 ta qopti, 11 ta grozani olamiz buni o'rniga. Men groza bilan ancha yaxshi ancha. Sizlar qaysi bilan? Aruja bilan o'ynasizlar. Kommentariyga yozib qoldiringlar. CV'da bor ekan, mana CV'da. Botligim uchun zo'r, men prefermasdan bilmayman. Qani aytaman, bilmayman. Nozuman ketdi. Voy, bilmasam bo'ldik. Buni ham tez kelyapti. Ha, jonimiz to'la ekan. Zona ham nerdan tez kelyapti. Qo'ya meni o'tgan tun sahur. Voy, bilan tushdim lekin. Yo, Free Fire. Nima bo'ldi Free Fire? Ikkinchi marta tushdim. Yo, Free Fire. Voy, bilan ikkinchi marta tushdim. Bu ham shu o'ldirganda, yana ham shu o'ldirdi. Free Fire nima bo'lyapti? O'ldirishim kerak. Ikki marta meni o'ldirdi. Black. Kroyga o'tsa kerak. Aruja olishimiz kerak. Dropni ishlab ketishibdi ama bitta aruja yo'qini topdim. 4 ta odam qoldi. Atteshkam yo'q edi, mana shuni. Shuni olamiz. Bizon bor ekan, bizon olmaymiz. Atteshka o'zlashim kerak o'zim. Atteshkam yo'q ekan. Ko'chamiz emas. Free Fire'ga nima bo'ldi? Ikkinchi marta meni uzoq qildi. Gap yo'q. O'zimda aptechka yo'q, shuning uchun o'lib qolmasam bo'ldi. Shuncha qilganim bir kun bo'ladi, adashib. Ana udan ko'rdim. Budamidi u?
Odamga o'xshadi lekin. Odam ekan. Tun savur orqadan kelmasa bo'ldi. Tun savur. Mana oldu. Vay beling. Keşkenlik. Vay beling. Bulamamiz. Zo'rnada vay beling. Zo'rnada qolib ketibman. 3-o'rim bu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.